Assalomu alaykum. Uzaftor Remont kanali obunachilar va YouTube kuzatuvchilari, aziz do'stlar, bugungi video lavhamiz Cobalt avtomashinasida bo'ladi. Xo'p, mashinamiz jiddiy urilgan. Oldida unaqangi katta bas, orqa tomonidan sekin-sekin yurgan sari jiddiylashib boryapti. Orqa qanotini almashtiramiz. Xo'p, tom listlarini almashtiramiz. Aylana atrof nima kamchiliklar bo'lsa, zazorlarga ta'sir qilib ketgan. Zazorlarni chiroyli joylariga qo'yib, kraska ishlarini qilib, chiroyli holatda egalariga topshiramiz. Bunda almashtiriladigan detallarimizdan fara, bamferi, oldi qanoti almashadi. Tom listi, orqa eshigini o'zini chiqarib beramiz, xudo xolasa. Orqa qanotimiz almashadi. Zapchastlarni yana polniy program olib kelib qo'yishgan. Xo'p, ishlarimizni orqa tomondan chiroyli qilib yechintirish ishlarini boshlaymiz, aziz do'stlar. Videomizni boshlaymiz. Videomiz ichida albatta foydali ma'lumotlar bo'ladi. Oxirigacha ko'rsalaring. Xudo xolasa manfaatli bo'ladi, aziz do'stlar. Xo'p, ichlarini yechuvdik. Ichida ham jinday ishlari bor ekan. Poperechniklari egilib ketibdi. Ularni almashtirib tashlasak, mana shitlarni to'g'irlaymiz, kapotini to'g'irlaymiz, eshigi rixtovka bo'ladi. Shu qolganini endi tortish ishlarini boshlaymiz. Bir qator yaxshilab tozalab olamiz. Qo'llarini ochdik, ko'lmaylarni ochib tashladik yo'lini. Yaxshilab tozalab turib, ishlarni boshlab yuboramiz. Ishlarimizni boshladik mana inshaalloh hozir uje tortishga tayyorlayapmiz. Shu qanotning o'rtasidan 2 dona teshamiz, hozir orqasidan montirovkaga o'xshagan narsani tiqib, o'shni chiqarib olishga harakat qilamiz.
shitlar skilakka bo'lib ketgan edi. O'rayman qatiydigan joyidan. İşte qatirib turib, mana tashqariga. Ozgina bitta akoshka ochib turib, shetdan cho'zib yuboryapmiz. Shetda skilatkasi bor edi. Shitlarning og'zi yayilyapti uje, achday bo'lib qoldi. Yengil tekizlab qo'ysak bo'ldi. Bu mashinamizni razmerlari sekin joyiga qaytyapti. Koboltimiz ham ishlari ancha yurib qoldi mana. Tomliklarni chiqardik. Hop, qanotlarni sverlit qilib o'zi chiqarishga tayyor. Sverlitlar qilindi. Ertaga olasa o'sha mana tuyoqlardan chiqarishni boshlab qo'yilgan. Kesib turib shundoqdan ularni ajratib olamiz. Tayyor, keyin podgonka ishlarini boshlaymiz, xudo xolasa. Azliyan Cobalt mashinamizda ancha ishlarimiz yurib qoldi. Qanotlarini tortib, paylaridagi skilatkalarni ham yaxshilab tortib tekizlab, qanotimizni moslash ishlarini boshladik. Xudo xolasa ancha oldiga yurib qoldi ishlarimiz. Hop, hozir eshigimiz o'sha ezilgan edi, o'rtasidan o'sha nimasini rektovkaga berdik. Rektovkadan chiqqandan keyin eshigini qo'yib, bag'ini moslab olamiz. Ungacha, paka eshigimiz kelgungacha oldini moslab qo'ydik. Mana aytdan ham teggan edi. Yaxshigina. Ichiga qo'liga ham ta'sir qilib qo'ygan ekan, ularni tortib chiqardik. Qanotlarini moslab, zazorlarni chiroyli qilib qo'ydik. Mana xudo xolasa. Ozgina kamchiliklar bor, ularni to'g'rilab olamiz. Hop, asnovnoy ishlarimiz mana bu tomonda edi. Bu ham ancha oldiga yurib qoldi. Xudo xolasa kapotlarimiz ana yopilishlari, zazorlari ancha yaxshi kelyapti. Hop, tomonlari mana. Mana shu yerda ozgina ishi bor. Qanotimizni joyiga podgonka qilib qo'ysak bo'ldi inshaalloh. Hop, ishlarimiz ancha oldiga yurib qoldi mana. Qanotlarni ajratib, ichkarida o'sha kirib ketgan joylarni chiroyli qilib tekizlab, tachlarni qildik. Xolasa hozir shu yerda joyni teshuvdik, gultovkalarni qilib qo'ydik. Bu tay tomonlari ham polностью tekizlab, hop. Eshigimizni rektovka qildirib keldik, kraska bo'lmaydigan bo'ldi. Bir ikkita ko'chgan joylari bor. Bu ko'chgan joylarni chiroyli qilib kosmetikalarni qilib qo'yamiz. Ichlari ham, proyomlarni ham chiroyli qilib tachitlarini qildik mana. Xudo xolasa endi qanotlarini moslaymiz. Eshigimizni ham chiroyli qilib chiqarib berishibdi. Ancha ayanchli holda edi. Oldi ishlarini ham mashina bitgandan keyin mashina bilan birga olib borib, bir ikkita joylarda rektovkali ishlar bor, ularni ham qildirib olishadi. Koboltimizni ham ishlari ancha yurib qoldi. Xudo xolasa. Zazorlarimiz ham moshniy bo'lib kelishdi.
Stoplarini ham qo'yib, joy-joyiga mana chiroyli qilib keltirib berdik. Xo'p, qanotimiz hali varid bo'lmagan, shuruplarda turibdi. Eshigimiz ham mana zazovlari bu hozir yopilmagan holat, yopilsa bunday bo'lib turadi. Zazovlarimizda muammolar yo'q. Mana shu yerda mashina yon boshlaganda mana shu tomonni jinni ichkarida ekan, ozgina tortamiz, to'g'rilanib ketadi. Ichlari ham mushni bo'lib kelgan joylari. Kapotimiz ham hali yopilmagan, zamokka yopilmagan holati. Ichlari mushni bo'lib kelishdi. Shuruplarda qatirib berdik. Yonlari cho'tki bo'lib kelib turibdi. Tom listani bitta moslab olsak, varidlarini qilib yuboramiz. Tomini o'rnatishdan oldin naqli chiroyli qilib ikkita katta shumka yopishtirib oldik. Xudo xolasa ovozlariga uni hatto qator to'rtta stoykasi bor. Shu stoykalarni, shu hozir rezinkalarini betini olamiz. Chiqib turashini ustiga tushadi hozir shumkalar. Mushni bo'lib bir-biriga zo'r bo'lib ketadi. Shumkani ham qalin hali to'rlimi, uchlimi shu qalinidan olib kelishibdi. Xudo xolasa uni tashlaymiz hozir. Labovoylarimiz mushni keldi. Orqasini ham qo'yib ko'rdik, oldini ham zazvorlari mushni bo'lib kelishdi. Hop, tom listimiz joyida inshaalloh. O'sha varidlarini boshlasak bo'laveradi. Shuruplarda turibdi. Aylan atrof chiroyli qilib shuruplarga qo'yib chiqdik. Eng yoqqan joyi, buni eng yoqqan joyi. Mana yetib bo'ldi. O'zi ham qo'rg'ani tagiga hozir mana u narsa вообще mushni bo'ldi. Shu qo'rg'a bilan nimani orasida, listni orasida shumka borligi вообще zo'r bo'ldi. Bu ichlari ham mushni bo'lib yopishdi.
Naytlarni og'zi varid qilganimizda o'zi ko'tarilib oladi batlar. Mana orasi ochiq. Endi ko'tarib beramiz. Keladi. Oldi tomoni o'zi zo'r. Mana oldi tomoni mushni yopishib turibdi. Varidlarini boshlaymiz. Asli Cobalt krilovimizni hop logoni qaytarishga o'sha navbat keldi. Bitta yaqinda bitta video ko'rib olgandim. Instagramdami deya YouTube'da bitta usta shuna qilib provolka bilan, sim bilan o'sha qaytarilsa deb bitta rolik qilgan ekanlar. Usta shu ustadan o'rganib oldik, to'g'risi bilmagan edim. Oldingi safar o'sha qaytarilaverardi, unaqangi zavodnikiga o'xshab, unaqangi lovi qalingina bo'lib qaytarilmas edi. Yupqa bo'lib qolardi, ingichka bo'lib. Shuni endi hozir qaytarilmagan holati. Mana shuni qaytaryapib, endi mana ichiga bitta uzun sim o'tkazib olyapmiz mana nimasi. Hop, uchi bag'dan chiqqan. Ichida hozir sim bor. Buni qaytarsak, bunaqangi zavodnikiga o'xshab qalingina bo'lib qaytarilar ekan. Shuni kimga shunaqangi ma'lumot zarur bo'lsa, Cobalt orqa qanotini qo'yilayotganda shunaqangi bitta sim qo'yib yuborsa, bu uchli bo'lsa kerak. Oynahoy uchlimi, to'rtlimi, uchli bo'lsa kerak bu sim. Попробовать qilib ko'ramiz. Biz ham hozir qalay chiqar ekan. Shunaqangi bitta reka bilan qaytarilsa, tashqari tomoniga vanna tushmasdan moshina qaytariladi. Buni o'zim o'ylab topganman lekin. Mana natijasi bog'olasa moshniy bo'lib ayrildi. O'zinikidan ko'ra ham ozgina qalinroq. Hozir yana ozgina urib chiqamiz. Mana shu yerda jichcha qolibdi, shuncha joyida.
Bag'i mashina kelyapti. Xudo xolasa effekti zo'r ekan. Bitta qo'llab ko'ringlar. O'sha provolkani birinchi qo'yib olib turib, keyin sekin qaytarilsa, mashina chiqar ekan. Kobultimizni ham kuzatma ishlari yakunlandi. Inshaalloh juda ham chiroyli holatda chiqdi. Mana malyarkaga olib kirdik. Xo'p, mana zazorlarni bir qator ko'rsatadigan bo'lsam, zazorlarimiz inshaalloh o'ta go'zal holatda chiqdi. Tomlislarni ham polностью qo'yib, varitlarni qilib, tachitlarni ham qilib qo'ydik. Uje tayyor holatda malyarkasini qilib, yaxshilab gruntovkalarni qilamiz. Mana zazorlarimiz ham go'zal holatda kelgan. Mana shu yerda o'rtasi tegani hisobiga ozgina qayrilib olgan ekan, yana to'g'rilayotgan jarayonimizda mana shu yerda vannasi qaytalanib qoldi. Shuning uchun bizdan keyin yana bir qator rektovchi ko'rib beradilar. Yo'qmasa mana shu yerdan o'zini chiroyli qilib, perexod qilib sep beramiz. Bitnoq qilib sepamiz. Xo'p, mana ichkari tomonlari ham o'ta go'zal holatda. Qirg'oqlari ham baland-past bo'lib qolmagan. Zavodnikida o'zi bo'ladi, chut-chut ozroq. O'sha narsalar bor, buyoqlari o'sha joy-joyiga kelgan inshaalloh. Oldi tarafida ham shu qanotimiz teggan edi, kapotga ham ozgina ta'sir qilgan edi. Ularni ham qo'yib chiroyli qilib keltirib berganmiz. Xo'p. Bamperini ham qo'shib seforamiz. Nimasi? Rangi ozgina ochiq kelyapti buni. Mana bilinib turibdi. Bu tarafda endi seplaydigan joyi yo'q. Xudo xolasa, bayog'i oz qoldi. Azli ishlarimiz qizg'in davom etyapti. Xudo xolasa, Cobalt mashinamiz ham gruntovka sepilishga tayyor bo'ldi. Hozir mana bu qator xumlarni, vaqalar tayyorlanadigan joylarni hamma yo'g'ini tayyorlab, gruntovkalar urilyapti. Hali kapotida ham ishi bor edi, bular tayyor bo'lyapti. Asli detallarimiz, mashinamiz tayyor inshaalloh. Kraskaga o'rab tayyor qildik. Girmetkalarni ham chiroyli qilib surkab, shu ichlariga bo'lmish shovlari, girmetkalarni hamma yo'g'ini cho'tka qilib surkaldi. Mashinamiz ham tayyor holatda mana. Endi bitta yaxshilab chiroyli qilib sepib bersak, inshaalloh yig'ib tashlaymiz. Ba'zi bamperlarimiz ham tayyor. Polni gruntovkalar qilingan, inshaalloh yaxshi xizmat qiladi. Ichlarini ham cho'tka qilib girmetkalarni surkadi.
Kraskalar o'ta go'zal holatda tushyapti. Donlari ham mayan, cho'tki bo'lib tushyapti. Xohlasa. Juda bo'ldi bu. Laklarini ursak bo'ldi inshaalloh. Kraskalarimiz o'ta go'zal holatda chiqdi inshaalloh. Zenolari ham mashina chiqdi. Tomlarida mana bitta ikkita chang bor, inshaalloh ularni o'zini shuni yo'qotsa. Zo'r, o'ta go'zal holatda. Bir ikkita miyatinalar bor. Shularni chiqartirib olishadi. Tomlari ham o'ta go'zal holatda chiqdi. Bitta ikkita chang tushib qopti shularni. Yaxshilab changini olib bersak bo'ldi. Kapotimiz mana shu uchun o'zi sepildi, shu figurasida. Yozgina lakini o'tkazib berdik. Переходный расторителlar bilan Xudo xolasa tayyor. Mashinani yig'ishni boshlab yuboramiz. Qurisa